Rubik, men ismim Nazira, so'ramagan bo'lsangiz ham aytib qo'yib qo'ying. Xo'p, rahmat. Tanishganimizdan xursandman. Begim. Men ismim Nazali, eshitdim hozir. Tanishganimdan xursandman. Men ham xursandman. Sog' bo'ling. Salomat bo'linglar. Yonimda turasizmi? Endi biz podkast qilishga qaror qildik. Hammaga salom. Sizlar bilan Tamannozib. Xo'p, bugungi mavzuyimiz juda ham fashionga aloqador. Boshida ko'rishdik, nimaga ko'rishdik, nimaga qanaqangi qilib biz tanishdik. Chunki bizni ko'rinishlarimiz juda ham chiroyli edi. Chunki yana bitta narsa bor. Sizlar ham qo'shilsanglar kerak bu gapimga. Sizni ko'rinishingizdan kutib olishadi va aql salohiyatingizga qarab turib, keyingi muomalasini o'ziga o'shanga qarab muomalasini qiladi deyshadi. Va men ishonmaymanki shu narsaga yo'q, ko'rinish hech qanaqangi ma'noga ega emas, muhim emas degan narsani. Yo'q, sizni ko'rgan odam sizni ko'rinishingizga qarab siz bilan kelib gaplashgan bo'ladi. Shuning uchun biz bu yerda ko'proq fashion va fashionga aloqador hamma narsani obsujdat qilamiz va aloqador bo'lmagan narsani ham albatta. Demakga qarab o'tirib olinglar, bizda juda ham qiziqarli mavzular bo'ladi. Biz boshladik. Xo'p, make-up senzura qilinishi kerakmi maktabda yoki ish joylarida? Hamma narsa me'yorda bo'lishi kerak. Masalan, kichkina sinfdagi qizlarga albatta bu narsani, endi men makiyaj spetsialisti emasman albatta, lekin bolalikda bolaligini qilish kerak. Подростковый возрастda esa, ya'ni o'smirlik yoshida qizlar baribir har xil narsalarga qiziqadi. Yuziga upalar, ya'ni pudralar va boshqa narsalar surtib ko'rgisi keladi. Bu narsani onalar barchasini nazoratga olgan holda do'stona qilish kerak, chunki agar yo'q desa, yashirgan holatda keragidan ortiq qilish mumkin. Masalan, kichkina qizlarga mos pomadalar bor, shunga o'xshagan narsalar bor, tushuntirish kerak. Qizim, bu seni yuzingga anaqa kerak. Katta ayollar narsasini surtadigan bo'lsa, bu seni yoshingga to'g'ri kelmaydi. Yuzingga mana shunaqa narsalar bo'lishi mumkin, toshmalar chiqib ketadi deb aytdi. Chiroyli tushuntirish kerak o'zi. Voy, biz o'zimizdan tanishtirmadik-ku. Tanishtiramiz. Hozir tanishtirib qolaylik. Nima deymiz? Meni ismim Rubibonu. Begim. Nazaliya, Amani. Tanishganmiz. Aslida voy tanishtirdik o'zimizdan. Biz oramizda tanishdik. Ha. Sizlar anaqa qilinglar, o'zingizlarni isminglarni yozib kommentariyaga yozib qolinglar. Biza menga ismlar eshitish yoqadi odamlarning ismini eslab qolmayman. Va yana ismlaringlarni ma'nosi bilan yozadigan bo'lsanglar, undan ham zo'r bo'ladi. Masalan, bitta o'rtog'im bor, ismi Naira. Naira? Da, nimani bildiradi u ism? Mana go'zal nay ovozimidi, go'zal ovozimidi degan bir ma'no bo'lishi kerak. Rahmat. Ajoyib. Juda ham chiroyli ism menimcha, Naira. Wow. Gaplayotimiz. Xo'p, o'sha make-up holatiga kelsak, qaytib savolga. Men internetda ko'rganman, imini Instagramda yoki TikTokda 2-sinf, 1-sinf qizchalar bo'yanish boshlagan. Men bitta pomada haqida gapirmayapman hozir. В прямом смысле, ular konsiler, pudra, baking, yana nimadirlar qilishyapti. O'qodan qilishadi ular. O'qodan, okey. Sivritkalar bilan, ana ko'zdagi qoraygandagi meshoklarni yo'qotadigan ay kremlar ham ishlatishadi, ko'z kremlari ham. Menimcha bu noto'g'ri, chunki ularni hozir terisi juda ham yaxshi holatda bo'ladi. Men tushunaman, agar o'qitda 14-15 yoshdan yoki 13 yoshdan boshlasa ham bu okey. Lekin 3-sinf qizchalar qanaqadir nimadirlar sepib yuziga, men даже bilmayman nimaligini, to'g'risi. Yuziga mana shunaqa narsalarni sepib, ko'rasini просто bushyapti, так скажем. Bu to'g'risi juda ham achinarli holat, chunki ota-onalar ham faqatgina prosmotr yig'yapti deb bu narsaga yo'l qo'yib berishadi. Juda ham achinarli holat rostdan ham. Bu kichkina qizlarga yo'l qo'yilmasligi kerak. Bunga qo'shilaman ha. Va hozirgi aytayotgan gaplarimizdan hech qaysi biri, sizlar ham qo'shinglar.
hech qaysi biri nima deydi, biz biron bir sohada spetsialist bo'lganligimiz uchun emas. Bu bizning shaxsiy fikrimiz va biz to'g'ri va noto'g'ri deb o'ylayotgan fikrimizni siz bilan va bir-birimizni oramizda bo'lishyapmiz. Bu narsalarni biz har kungi suhbatlarimizda ham gaplashib o'tganligimiz sababli buni nimaga endi o'zimizga o'xshagan insonlar bilan Bo'lishmasligimiz kerak. Bo'lishmasligimiz kerak. Biz o'zimizni fikrimiz bilan hech kimni haqorat qilish niyatimiz yo'q. Ya'ni hech kimga negativni o'ylashimizni, мнениямizni singdirmoqchi ham emasmiz. Bu bizning shaxsiy fikrimiz. Albatta. Hayotga qarashimiz. Va siz ham biz diskas qilayotgan narsalarda o'zingizni fikringiz qanday, qarashlaringiz qandayligini izohlarida yozib qoldiring. Bizga sizni fikringizni eshitish ham juda ham qiziq. Albatta. Kechiringlar. Ya, xudo. Xo'p, men boshqa savollarga o'taman. Bu ham make-up haqida. Meni eng yoqtirgan savolim, deylik. Make-upsiz ko'chaga chiqqaningizda o'zingizni qanday his qilasiz? Begim. Bu savol rahmat menga aytganingiz uchun. Chunki men juda ko'p holatda o'zimga qaramasdan ko'chaga chiqaman. Kelinglar qanaqadir do'stona vibe qilib gaplashaylik. Juda intervyuski bo'lib qoldi-da. Davay. Bo'ptimi? It's all you Uxlab to'ymadilar. Bo'pti, qaranglar. Men ko'chaga odatda chiqaman va makiyaj qilmasdan ertalab shoshilib chiqayotganim sababli ham yuzimga hech narsa qilishga ulgurmayman. Даже может bu narsa yaxshi emas, lekin to'g'ri o'zi aslida yaxshi emas. Kechagi tushim ham sal vaqtimda oqib qoladi. Bu zombilarga o'xshab chiqib ketayotgan bo'lishim mumkin. Inaqda o'zi bilinadi. Lekin yuzingizga makiyaj qilmasdan turib shunchaki ozgina blesk qilib tush surtib ketsangiz, уже yuzingizga qanaqadir ozgina nur qo'shiladi. Lekin tush qilish ham o'zi makiyajga kiradi. Tush bilan pomada qilish. Menimcha ozgina kiprigimdan qayirib qo'ysangiz, makiyajsiz Ko'chaga chiqqaningizda qanaqa o'zingizni qanaqa his qilasiz? Ha, makiyajsiz masalan odamlarni sizga nisbatan sal muomalasi o'zgaradi ham deb o'ylayman. Bu narsa bor narsalar. Ha. Voy, anunda men darsga kirishimdan oldin edi. Keyin gaplashib turibmiz, hali o'qituvchimiz kelmaganida, professorimiz kelmadilar. Eshik tagidamiz, eshik hali ochilmagan. Odatda men ko'p gaplashmayman odam. Odatda ko'p gaplashaman, lekin ba'zi holatlarda gaplashishim kelmaydi. Shunchaki gaplashishni xohlamaganligim uchun gaplashmay jim bo'laman. Hammaga o'xshab. Nimaga tushuntirdim o'zimni. Xullas, keyin bitta qiz odatda gaplashmaydigan, faqatgina salom alaykum qiladigan bir insonim. Keyin menga qaradi u qiz, keyin aytdi, "Men ukun umuman makiyaj qilmagan edim. Shunchaki bitta triko, futbolka, ustidan blazer kiyib olgan edim." Keyin ko'zim sal ishganligi sababli ochki taqib oldim. Keyin menga u qiz qaradi, aytdiki, "Madina, siz uxlamadingizmi kechasi?" dedi. Juda ham yaxshi uxlagan edim bugun. Ishoninglar, menimcha bu xafa qiladigan narsa emas. Okey. Xafa qiladigan narsa emas. Yo'q. Undan keyin yana g'alati bo'ldim. Keyin aytdimki, "Yo'q, yaxshi uxladim" dedim. Charchadim shekilli menimcha dedim. Nimaga yoqmadi? Chunki men juda ham ko'p makiyaj qiladigan inson emasman, lekin shu darajada bir charchagan ko'ringan ekanman shekilli. Menga to'g'ridan to'g'ri kasalmisiz deyshadi. Yo'q, kasal emasman deb qo'yaman endi. Aslida odamlarni sizga bunaqa qilib approach qilishi, fikrini bildirishi to'g'ri emas deb o'ylayman. Lekin o'z gap nimadirdan aytmoqchi edim. Hozir gapimni joyida qo'ydik. Kelib bo'lsa o'zimda bo'lgan voqeani qisqacharoq qilib aytib beraman-da. Mana ham shunaqa bo'ldi. Aptekaga kirdim-da, ishxonam yonidagi. U yerga kirdim, makiyaj bilan kostyumlarda kelgan edim. O'zi makiyaj odamning yoshiga ozgina nisbatan yosh qo'shadi. Agar men u yerga kirdim-da, narsa so'radim, ancha-muncha turgan edim. Keyin chiqib ketdim. Ertasi kun kelyapman, sportivkalar kiyganman, sochim yuvilmagan, endi ichiga tiqib qolganman, bilmayman, esimda yo'q. Bo'lani sportivniy stilda kiyinganman, yuzimda makiyaj yo'q. Menga qarab turibdi-da sotuvchi qiz. Keyin "Assalomu alaykum" desam, "Kechirasiz, kechagi qiz emasmisiz? Kostyumda kelgan" dedi-da. Keyin "Ha, menman" desam, "Rosa
rosa qarab turdim, sizmisiz, sizmasmisiz, xuddi ikkita odamga o'xshab ko'rindingiz dedi-da. Ha, rahmat dedi. Shuncha keyin so'radim-da, nima kechagi holatim yaxshimidi, bugungi holatim deb so'radim. Ikkalasi ham o'ziga mos. Keyin men yoshroq, kattaroq odamlardan so'rasam, aytishdi, makiyajsiz odam yoshroq ko'rinadi, kichkinaroq, tam 17, 16, o'zimning holatimdan kelib chiqadigan bo'lsam, 17-16 yoshli qizlarga o'xshaydi. 17 dan ham kichkinaga o'xshab ko'rinasiz. Makiyaj bo'lsa sizga nisbatan yosh qo'shadi deb tushuntirishdi. Esnashdan bo'shamay. Kechiringlar meni. Xo'p. 1 yil oldin, deylik 6 oy oldin ham men makiyajsiz ko'chaga umuman chiqmasdim. Ya'ni tonalka, konsiler, mana bu narsalar mening rutinamda har doim bor edi. Bu narsa men har kuni ko'chaga chiqqanim uchun har kuni bo'lardi. Hozir ishoninglar, men faqat o'qit qilaman, bo'ldi. Makiyajsiz ko'chaga ham chiqib keta olaman bemalol. Bu narsadan hech ham uyalmayman. Oldin o'zimni rosa neuverenniy, o'zida nima qanaqa deyiladi? O'ziga ishonch. O'zimga ishonch bo'lmasdi. Boshimga nimagadir faqat egib, men bunaqa qilib yurardim ko'chalarda, lekin hozir nimagadir menga ishoninglar, juda befarq bo'lganman bu narsaga. Makiyajim bormi, yo'qmi? Bilaman, chiroyliman. Undoq. Maqtab qo'ying. Albatta chiroylisan. Albatta. Rahmat. Maqtab qo'yamiz. Shu, hozir ko'proq o'qitga vнимание qaratganim uchun menda уверенностьim oshgan. Tonalka kamroq ishlatadigan bo'lganman. Bitta narsa aytib ketsam bo'ladida. To'ppa-to'g'ri fikringiz, kechirasiz. Bitta narsa xayolimdan o'tadi, nima ko'proq ishdan, o'qishga yo bu yoqdan через metro qatnayman-da. Keyin o'zimga qaramasdan ko'p holatda ishoninglar, o'zimga umuman qaramasdan chiqaman. Soch makiyajim ham, kiyimim ham dajano. Ofisning kiyinib bormayman. Buni ishxonamdagilar ham hamma juda ham biladi. Xuddi karvonsaroyga kirganda kirib kelaman. Bilmadim, bu mening может xarakterimdir. Menga komfortni kiyinish yoqadi. Keyin metroda odamlarni menga bo'li hurmatsizlik emas, qanaqadir e'tibor ham kerak emas menga aslida-yu, lekin qanaqadir boshqacha muomala bo'ladi-da, o'zingizga qaramasdan chiqqaningizda. Keyin men ichimdan g'ururlanib o'tib ketaman-da, sen meni o'zimga qaraganimda ko'rmagansan deydi. O'zay qilib moshida beshirasam. To'g'risi, qo'shilaman mana shu gapga. Kestashaga qolmish joy. Men juda bir mashhur kiyim do'koniga kirganimda, nomini aytmayman. Xo'p, men juda oddiy kiyingandim. Ya'ni o'zimga qanaqa qulay bo'lsa, o'shanaqa kiyingandim. Sochimni yig'ib, rubashka, jinsi, все такое. Tug'ilgan kunimdan keyin edi. Xo'p, kiraman, ko'ylaklarni qaraman. Bundoq qaraganda konsultant oldingizda bo'lishi kerak. So'rayapman, lekin men oldimga kelishmayapti. Yana so'rayapman, yana kelishmayapti. Мне кажется, makiyajim yo'qligidan yoki просто o'zimga qulay bo'lgan kiyim kiyganimdan menga do'konda e'tibor berishmadi. Muomala ham juda g'alatiroq edi. Ya'ni grubiyroq. Lично meni fikrim bo'yicha shunaqa edi. Lekin ancha-muncha auditoriyasi bor, mashhur kiyim do'koni edi, afsuski. Yoki boshqa kirmayman. Bu narsa shakllanib qolgan, ya'ni ayollarni makiyajda ko'rishi, o'zini qanaqadir formalni yoki boshqa nima desa bo'ladi. Ayollarni idealni ko'rishga o'rganib qolganmiz. Da, unaqa emas aslida. Hammani barcha ayollarni ham, erkaklarni ham borimiizcha go'zalligimizcha qabul qilishimiz kerak. Bayada bitta narsa bor-ku, natural, tabiiy go'zallik degan. Tabiiy go'zallik deganinglar, agarda oyiga o'sha uходовые sredstvalarni olmaydigan bo'lmasanglar, salonlarga bormaydigan bo'lsanglar, yokida sport salonlariga ham bormaydigan bo'lsanglar, unda tabiiy go'zallik ham bo'lmaydi даже insonda. Raz sizlar chiroyli bo'lmoqchimisizlar, raz bu narsa make-upsiz bo'lishini xohlayapsizlarmi? Make-up eng oxirgi etaplardan biri hisoblanadi, chiroyli ko'rinishda. Undan oldingi hamma narsani, undan oldingi juda ham katta mablag' sarflanadigan narsani joyida qilib qo'yganinglardan keyin make-up qilmasanglar ham bo'laveradi shundoq ham. Lekin bilasizmi? Bu aynan siz ochayotgan mavzu juda ham chuqurroq-da. Siz hozir bundan oldingi keltirib o'tgan narsalaringiz aslida kerak ham bo'lmasligi ham mumkin-da, chunki ba'zi bir insonlarning ichidagi holati
uni to'ldira oladi. Uni keyin yuziga aks etadi, nurlantirishi mumkin. Masalan, hozir biz sizga aytmayapmiz. Masalan, qarang, men ichimdagi o'tgan narsani gapirib bermoqchiman. Sizda sharoit bo'lmasligi mumkin, qanaqadir sportga borishga, nimadirga, lekin siz shunaqa qilingki, harakat qiling. Siz ichingizda sizni quvontira oladigan nimadir qiling. Kuningiz davomida o'sha narsa sizning yuzingizga ufuradi, nur berishni boshlaydi. O'zingizdan qanaqadir faxrlanishni boshlaysizda. Agar bor yo'qol, tushundingmi? Bilganingni qil. Biz kimmiz senga aql o'rgatish uchun? Biz kimmiz? Biz o'zimizni sevsak bo'ldi-da. Biz men xursand o'zim bo'lsam bo'ldi-da. Shuda, biz tomosha qilamiz. Chunki biz samimiy odamlarmiz. Biz sizlar bilan просто maza qilib gapirishamiz. Kofe-mofilarni qo'yib olinglar, unaqa bizdan kritika qidirmaylik. Sizlar qatorimiz ham oddiy yaxshi insonlarmiz. Biz negativ gapirmoqchi emasmiz. Qaranglar, undan keyin boshlangan. Aniq bitta narsa aytmoqchi. Kechirasiz. Gapir. Shu juda mazali ekan. Xullas, biz hozir shoshilib, nima qilamiz? Do'dirab gapirayotgan bo'lishimiz. Man sport salonlari dedim-ku, sport saloniga obязательно borish shart emas. Masalan, men sport saloniga bormayman. Uyda qilaman. Uy sharoitida shug'ullanaman bu narsa bilan. Ya'ni bu men uchun kerak va uy sharoitida ham qila oladigan narsam bo'ladigan bo'lsa, chunki nimaga meni uyimda bir ikkita gantellarim bor. Hatto o'shanga ham mablag' kerak bo'ladi baribirga ham. Yo'qida endi bo'lmaganda hech nima ola olmayman hozir deydigan bo'lsangiz, 5 litrli baklajkanni to'g'ri. O'shanda ko'taring. Shunaqa suvli ham chiqib ketdi-yu. Da. Kстати. Kстати, dekorativniy gantellar ham chiqqan. Da. Nimaga kerak bo'ladi? U shunchaki masalan uyingizga oladigan bo'lsangiz, uyingizda ham har qatiga qo'ysangiz bo'laveradi. Tipa men zanimatsiya qilaman. Zanimatsiya qilish ham dekordagi turadi, bir statuetka dekangi turadi. Dekangi. Tepaga rasmlarni qo'yib ketamiz, чтобы sizlarda tasavvur paydo bo'lishi. Menga fikr so'ramanglar, xo'p? Meni fikrim yo'q bu borada. Instagram trendlaridan qaysi biri seni charchatadi? Like too much contour yoki 2016-yilda qoshlari bundoq qalin. Demak, men bu savolga javob bera olmayman. Bular juda ham yaxshi bilishadi. Voy, xo'p. Qoshlar masalasi, men masalan ko'rgan bo'lsanglar, bu o'rtog'imizni qoshlari men qop-qora bo'lmasidan ham, qop bo'lmaganiga qaramasdan ham qalin va bor. Va bu o'rtog'imizning qoshlari qop-qora va juda ham bor. Kamon qoshlari. Meni qoshlarim bor, ammo bor. Qora lekin qora emas. Bor lekin bordek. Menga bor ko'rinadi qoshingiz. Bor qoshim, lekin siznikichalik qop-qora emas. Men nima deydi, ko'zlarim qop-qora bo'lganiga qaramasdan, yo'q, to'qish kerak. Xullas, yoki bu o'rtog'imizdek yana ham ochroq ko'rinishga ega emasman yokida. Bu degani shuki, men hayotim davomida atrofimdagi ko'p ko'rgan insonlarim qoshi yo qalin, yo qora, yoki ko'pgina qoshli insonlardi. Tabiiyki biz turkiylarmiz. Shuning uchun bu ko'rinishdagi insonlar bilan katta bo'lganman. Va o'zimga singdirgan narsam shu ediki, meni qoshim yo'q, meni qoshim unaqa, meni qoshim ko'rinmaydi, unaqa bunaqa. 2016-yil. Mana bo'lsa o'smirlik paytim. Keyin men o'ylashga boshladim. Men o'sma qilishim kerak. Men bodomni tagini kuydirib turib qoshimga surishim kerak. Yo'kida surmani qalin qilib surishim kerak. Yaxshi ham unaqa qilib ko'chaga chiqmaganman, Xudoga shukr. O'rtasi yaxshi. O'sha o'smani o'rtasi bilan qo'yardim. Xullas, yaxshi ham u ko'rinishda ko'chaga chiqmaganman. Hech bo'lmaganda o'rtasini yuvib chiqardim. Xullas, Lekinchi o'smani ham chiroyli qo'ysa chiroyli turadi qoshda. Ha, o'sma-ku chiroyli turadi, lekin men aytgan narsam aynan o'zim qoshim yo'q deb qaragan o'zimni qoshimga. Lekin hozir qaraganimda juda ham chiroyli formada, juda ham yaxshi bir qalinlikdagi, juda ham chiroyli qosh. Chiroyli qoshlar. Va hozirgi kundagi bo'layotgan narsa shuki, qoshingiz u darajada qalin bo'lishi shart emas. Agarda naturalniy tug'ilganingizdan beri juda ham qalinlikda bo'lmaydigan bo'lsa, masalan, men
qoshimni termayman. Ki baribir ham shu ahvol. Qoshingiz sizga juda ham yarashadi. Da. Bilaman, rahmat. Bitta terib ko'ramiz, Madina. Qosh haqidagi fikrim yillar davom bunday o'tirgan. Qosh qoqidagi deymi? Qosh haqidagi qosh haqidagi fikrlarim qoshlarim haqidagi fikrim yillar davomida o'zgarib bordi, modani o'zgargani bilan. Chunki oxirgi paytlarda 2016 o'tib ketdi, xudoga shukr. Agar 2016 hali ham bo'lganda, balkim mana shu insecurity'im hali ham bo'lardi. Hozirgi kundagi masalan bitta rasmim bor edi. Qoshim ochroq tushgan, ko'zlarim naborot oldinda ko'rinib turib, ko'ziga birinchi bo'lib ko'zlarim tashlanadigan bo'lganda va boshqa insonlarda ko'rganimda qoshlarini juda ham qop-qora qilib bo'yab yuborishganligi uchun ko'zlari orqa planda qolib ketgan. Va bu u darajadagi bir chiroyli make-up emas. Men siz haqingizda gapirmayapman. Siz qoshingizni qop-qora qilib bo'yamaysiz. O'zga yarashtirib qo'yasiz. Qadrixon. Qoshingizni bo'yasizmi? Yo'q, men tepaga ko'tarib tarayman faqat. Ha, Qoshi o'zi shunaqa buni, chiroyli. yana ham qop-qora ekan. O'ylaganimdan ham. Keyin buni ko'zlari ham chiroylida, bilasizmi? Boshqacha bilarsizlar. Xullas, shunaqangi bir holat bo'lgan meni o'zimda va yillar davomida qoshimni ochroq rangdaligini yana ham ko'proq yaxshi ko'rishga boshlaganman. Va hamma inson uchun o'zini qoshi bilan o'rtoqlik qurish, rishta bog'lash yo'li bo'ladi deb o'ylayman. Siz nima deb o'ylaysiz bu haqida? Savol qanaqa edi? Kontur bilan Kimga qanaqa bilmadim, lekin men full face make-upni yaxshi ko'rardim. Hali ham yaxshi ko'raman. Hozir qilmayman chunki vaqtim yo'q, energiyam yo'q. Bitta concealer qilsam, o'shanga xursand bo'laman, to'g'risi. Xo'p, too much contour menimcha men uchun no'r, boshqalar uchun bilmayman qanaqa. Kontur juda ham yaxshi ko'raman. Men rosa yaxshi ko'raman. Именно mamlatim qizil, mana va bronzoviy yuzdagi insonlar uchun juda ham chiroyli turadi. Masalan, sizga ortiqcha ko'p kontur qo'yadigan bo'lsak, sovuq ko'rinishdagi modellarga o'xshab qolasiz. Bu narsa sizning xarakteringizga to'g'ri kelmaydi. Masalan, Ruby Bonu bilan mana tana rangimizdagi insonlarga bo'lsa, qizlarga bo'lsa, konturing, именно o'tkir keskin konturing juda ham yarashadi. Xarakteringizga ham bog'liq albatta, lekin ko'rinishingizga juda ham yarashadi. Da, endi too much deganda u hamma holatiga ham qarang. Da, xuddi shu ham bor, albatta. Yuzingizga parvarish qilinglar, qizlar, bolalar. Boshqasiga e'tibor qilmanglar. Yuzga qancha parvarish qilib, ovqatlansanglar to'g'ri, parvarish qilsanglar, bu juda ham chiroyli bo'ladi. Ya'ni o'zimdan kelib chiqib aytayapman, to'g'ri ovqatlanmayman, конечно, но uxodim har doim bor, xudoga shukr. Qo'ldan kelgancha. Qo'ldan kelguncha, da. Shunaqa gaplar. To'g'ri. Va siz boya bitta mavzuni ochib ketdingiz. Aytdingizki, mana shu qoshim ochroq edi, o'sha rasmda ko'zimga urg'u berilgan edi. Bir xil odamlar qoshini qalin qilib bo'yaydi va ko'ziga bo'lgan urg'u yo'qolib ketib qoladi dedingiz. Bu bilasizmi, bitta yana kattaroq mavzuni ochadi, odam o'zini o'zi qabul qilish Da. Agar siz o'zingizni boringizcha qabul qila olmayotgan bo'lsangiz, demak birinchi atrofingizga nazar soling. Sizdan odamlar ayb qidirayotgan bo'lsa, agar o'zgartirish iloji bo'lsa, o'zgartiring. Agar o'zgartirilmaydigan bo'lsa, siz odamlarning fikrini o'zingizga qilayotgan munosabatingiz orqali o'zgartiring. Ularga aytmaman unaqa demanglar hech qachon. Lekin sizlar shunaqangi darajada o'zingizlarni boringizcha yaxshi ko'ringlarki, insonlar sizlarga ortiqcha hech narsa gapira olmasa. Va siz o'zingizni qanaqa o'rnida ko'rayotganingizdagi chiroyli inson qalab ko'rsin. Tushundinglar? Va bu narsani o'zingizga tan olmaganligingizgacha va bu narsani o'zingiz uchun tan olmagan paytingizgacha hech kim sizga qarab, "Ha, sen rostdan ham chiroylisan" demaydi. Agarda siz bu narsaga rostdan ham ichingizdan, rostdan ham ishonmaguningizgacha bu narsa hech qachon ro'y bermaydi. Siz juda ham chiroylisiz, nafissiz va nafis bo'lish shart emas. Siz borsiz, Qisqachasi, go'zalsiz. o'zingizni seving, o'zgaga tupuring. O'zingizni sevib, o'zgaga tupur, shunda Hayotda topasan huzur. Da.
endi unda jonni tupurib tashamanglar jigarlar lekin egoist insonmiz. bo'lmanglar, biz egoist bo'lishni promotion qilayotganimiz yo'q. Birovni fikriga tupurish degan narsa bo'lmasin. Analiz qilinglar. Bu sizlarga to'g'ri keladimi? uzr, birov fikriga qachon tupurish kerak, qachonki sizni lishniy granitsalaringizdan o'tib sizni haqorat qilib yerga urilsagina siz u odamning fikriga tupurib qo'yishingiz mumkin 100%. Agar sizga to'g'ri yo'lda tushuntirib, mana bunaqa maslahat beraman deb gapirishsa, okey, no, в принципе hech kim haqqi yo'q maslahat berishga, no ладно. Tavsiya hech kimga hech qachon zarar bermaydi. Eshitasiz va agar sizga kerak bo'lmaydigan bo'lsa, bu narsani bundan keyin bilib oldingiz. Bunaqangi tavsiyani eshitish sizga kerak emas. Aytib berardim o'zimni hayotimdan ko'p narsalar. Aytolmayman. Muhimi ochiq inson bo'ling. Odamlar sizdan xapchib turmasin. Hozir bu qizga bu narsani xapchib qo'rqib turish degan. Qo'rqib turmasin. Hozir mana bu narsasini to bo'lsa o'ziga qulog'iga yetadigan bo'lsa ham, "Ey, sen kimsan?" deb ketadigan ko'rinishdagi inson bo'lmaydi. Har doim ochiq bo'ling. Yoningizga kelganda nimadir aytgan, "Rahmat kattakon. Lekin seni gaping menga bir tiynam demang. Rahmat, fikringni qabul qilaman." Ochiq inson bo'linglar muhimi. Yopiq bo'lmanglar. Kritikani qabul qilish ham bir san'atga kiradi. Kritikani qabul qilishni siz bilsangiz, lekin sizni oldiga kelib gapirayotgan inson kritikani to'g'ri sizga yetkazib berishni bilmaydigan bo'lsa, bu paytda siz aytishingiz mumkin, "Men senga tupurdim" deb. Ya'ni tupurmaydi. Bu endi hurmatsizlikka kirib ketadi. "Men sizni eshitmayman" deyishingiz mumkin. Yoki-da shunchaki "Men sizni eshitmayman" deb va ketib boring. Hech kim sizni bog'lab ushab turgani yo'q. Sizni eshitgim kelmayapti. Uzr, fikringizni o'zingizni boshingizda qo'yavering desangiz, hech kim sizga hech narsa demaydi aslida. Yoki shunchaki hop deb qo'ying, bo'ldi, hech narsa o'zgarmaydi. Hop, eng oson usuli. U odam ham xursand bo'ladi, siz ham xursand bo'lasiz. Kommunikatsiya shaffolanadi. O'zingizni ishingizni davom ettiring. Agarda u inson sizga rostdan kerak bo'ladigan bo'lsa, ko'prikdan o'tgungacha Ishingizdan qizlar unaqa egoistik narsalarni promotion qilmaylik. bu egoistik narsa emas, bu O'zini yaxshi o'zingizni bilishingiz va atrofdagilaringiz bilan sizga hurmatsizlik qilayotgan insonlarga ham hurmat bilan o'zidan chetlatishingiz degan narsaga kiradi. Ko'filar sovib qolmadimi, ichasizlarmi? Davom eting. Chili bizda hali pijamniy anaqalarimiz bo'ladi. Nima deyapsizlar? Biz spoiler qilyapmiz sizlarga. Chunki hozir masalan, meni outfitim juda ham noqulay bo'lyapti o'zimga. Agar pijamni qiladigan bo'lsa, juda ham zo'r bo'lardi. Makiyaj ham qilmasdik, ham uxodlarimizni qilardik. Yoki-da даже shunaqa qilishimiz mumkin, то что naryoqda bizni katta oynamiz bor. Uxodimizni qilib bo'lganimizdan keyin uxodimizni ham ko'rsatib, zaodno make-uplarimizni ham ko'rsatsak zo'r bo'lar edi. O'zimizga o'zimiz qilamiz boshda, undan keyin agarda kelisha oladigan bo'lsa, bu narsada bir-birimizga qilishimiz ham mumkin. Da, albatta. Lekin men sizlarga make-up tutorial olaman. Men shuni такой niyat qilib qo'ydim. Meni kontentim bo'lsa, ko'proq YouTube kanalim bor, o'zim alohida. Unga ham kirib qarashingiz mumkin. Biz Instagramda o'zimni stilimni ko'rsatadigan kontent qilib boryapman. Bu ham zo'r. Kuzatib boramiz. Biz ham kuzatib boramiz. Bizani podдержка qilinglar va biz sizlarni podдержка qilamiz. Qanaqa qilib? Biz sizlarga ko'proq ideya beramiz. Nima haqida? Biz borligimiz bilan sizlarni xursand qilamiz, motivatsiya beramiz. Hech qachon o'zingizni qanaqaligingizni ko'rsatishdan uyalmang. Ya'ni biz ham xuddi shu ishni hozir ekran oldida qilishga harakat borligimizcha sizlarga ko'rsatamiz. Yo'q, borligimizcha emas. Nima qanaqa bo'lib gap. Borligingizcha hech kim qabul qila olmaydi siz hech qachon shuni. Masalan, men borligimcha gapiraman. Sen borligingcha gapiryapsan. Sanchi? Men ham nima deydi? Borligimcha nima degani masalan? Masalan, kamerani oldida, например, o'zgartirmayapsan. Kimdir riyasat gapiradi. Lekin nima deydi? Borligimcha qabul qiladi. Bilmadim. Men make-up tomonlama gapirayotganimizda, shaxsiyat tomonlama. Biz hozir shaxsiyat imенно gapirish stili shu bo'yicha aytyapsanmi? Aytyapsanmi? Qara, misol uchun gapirish stili bo'yicha biz просто formalniroq gapiramiz, chunki auditoriyani hurmati bo'lgani uchun. Albatta. Shunaqa gapiramiz. Shuning uchun aytyapman masalan. Borligingizcha degani xohlaganimcha jvachka chaynab gapirmayman, chunki kamerani va kamera ortidagi insonlarni, ekran qarshisidagi insonlarni hurmat qilganligim uchun. Agarda borimcha bo'ladigan bo'lsa, hozir men albatta pijamam bilan yotgan bo'lar edim. U yoq bu yog'i cho'zilib ketgan.
va unda ham gap, masalan, biz nimani nazarda tutdik? Biz orada masalan esnavorda bu sizga nisbatan hurmatsizlik emas, bu shunchaki girls talk bo'lyapti-da. Masalan, men orada xato gapirishlar, nimadirlar bo'lyapti, bu weakness emas, bu hech narsa emas. Bu shunchaki men hech narsani yashirmasdan, men hayotda qanaqa bo'ladigan bo'lsam, borimcha suhbatlashaman. Da, shunaqa. Nechva deb aytsa. Oxirgi suhbatda oxirida o'shalarmizdan bittamiz to'g'ri. To'g'ri. Albatta. Albatta. Sizga qo'shilaman. Fikringizga qo'shilaman. Juda ham to'g'ri. Juda ham to'g'ri, juda ham. Savolingiz yo'qmi boshqa? Men sizlarni aytayotgan narsa lekin menga to'g'ri kelmasligi mumkin. Da, To'g'ri kelmasligi mumkin. Masalan, men hayotga ko'proq muhabbat bilan qarash kerak, hammaga boshqacha ko'z bilan, chunki bizdan faqat yaxshilik qolishi mumkin degan fikr bilan qarayman. Lekin insonlarni hayotimga yaqin olib kelib bormayman. Это не значит, bu uni anglatmaydi. aytmaydi. Gapirib yubordilar. Anglatmaydi. Faqatgina men o'zimga aniq bo'lishim kerak, yaxshi bo'lishim kerak, to'g'ri qilgan, lekin harakat qilinglar, baribir insonlarga ochiq bo'lishga, mehribon bo'lishga deb gapirganim bilan sizga bu narsa to'g'ri kelmasligi mumkin. Muhim yaxshi inson bo'ling bo'ldi. Bu juda ham katta mavzuni ochib yuboradigan narsa va bu haqida keyinchalik gaplashishimiz juda ham intizorlik bilan kutib qolyapman Biz shuni. hali Qaytamiz va bitta narsani aytmoqchiman. Atrofdagilarni seving deyishim mumkin emas deb o'ylayman men o'zim uchun. Chunki begim aytganlaridek biz sizlarni tanimaymiz. Lekin bitta narsani aytishim mumkin. O'zingizga nisbatan va o'zingizning hayotingizga nisbatan mehribon bo'ling va o'zingizga nisbatan hurmatda bo'ling. O'shanda hamma atrofingizdagilarni ham hurmat qilishingiz mumkin bo'ladi. Hammaga xayr. Baribir yaxshi inson bo'linglar, tushundinglarmi? Mehribon bo'linglar. Mushularni yaxshi ko'ringlar. Kuchlarni ham, menga kuchlar yoqadi. Hayvonlarni ham. Bolachalarni ham. Ha, bolachalarni ham, kattalarni ham, hammalarni yaxshi ko'ramiz, ayollarni ham. Hamma. Sizlar bilan tamannozi bo'ldi. Xayr. Va ikki chiqorlar. Vaqtaylar. Bunday qilamiz bunaqangi. Девочка, стоп. Не надо. Men ko'rmasam, nima chaqirasiz? Девочка, стоп. Не надо. O'zbekcha qo'shiq. Tamannozi deylik. Tamannozi masmane. Hammaga xayr. Bye. Bye.